Etilen qator uglevodorodlardan biri 8 gram brom bilan birikib 12,2 gram bromli birikmani hosil qilgan. Dastlabki uglevodorod formulasini aniqlang deyapti masalan sharti bo'yicha. Demak, alken CnH2n brom bilan birikkan. Molekulyar holatda yoziladi, bunda to'liq birikadi. CnH2n bromdan 2 holatda yoziladi. Xo'p, bolalar 8 gram brom bilan birikib 12,2 gram bromli hosil qilgan. Demak, bromning massasi ikkitasiniki 160 gramidan Brom ayb qancha hosil tashlaymiz do'stlar, 84 bo'lak ayb tashlaymiz. Demak, 12,2 ni 160 ga ko'paytirib 8 ga bo'lsanglar, bu bromli birikma massasi kelib chiqadi. 244 keldi ekan. 160 ayb tashladik. Xo'p, mana bu birikmaning massasi necha kelib chiqdi? 160 dan 12,2 ga ko'paytirib 8 ga bo'lsanglar. 244. Bolalar, qaranglar. 14n to'ppa-to'g'ri 160 qo'shib turib umumiy hosil qilish kerak ekan 244. Endi 244 dan 160 ni ayiramiz. Bu 14n teng shunga to'g'ri keladi. Dejavob bo'larkan. 14n teng 84, n teng 6. Demak, nomlab qo'yasizlar. Bolalar. Dejavob bo'larkan ustoz kitob. Kesilmay qoldi, shuning uchun muammo bo'lib qoldi. Mayli, muhimi javob chiqdi. Javobini o'zingizlar topib olasizlar. Kelishdikmi? C6H12. Javobimiz o'quvchimiz aytganidek javob bo'ldi. Keyingisi 18. 11,2 gram etilenni vodorod bilan qaytarilib 18 gram etan hosil bo'lsa, reaksiya unumini aniqlang. Bolalar, demak, etilen C2H4 vodorodni biriktiryapti. Nimani hosil qiladi? Alkanni hosil qiladi. C2H6 etan deymiz. 18 gram etan hosil qilgan. Demak, mana buni masalasi 28 gramidan 30 gram alkan hosil qilsa, 18 gramidan qancha etilen kelishgan deymiz. Demak, reaksiyonni dastlabki moddaga nisbatan o'lchaydigan bo'lsak, 28 ni 18 ga ko'paytirib 30 ga bo'lamiz. Ketdik. 11,2. 11,2. 0,8. Bolalar, dastlabki etilen necha gram edi? 90. Dastlab etilen massasi necha gram edi? 90%. 2 gram edi. Mana shu 100% unum so'ralyapti. 10,08 grami vodorod bilan birikkan ekan. Necha foiz deb topamiz? 10,08 ni 100 ga ko'paytirib bo'lasizlar 11,2 ga. Demak, 90% bo'lar ekan. Demak, reaksiya unumi 90%. Javobimiz D javobga to'g'ri keladi. Keyingisi 19. Massasi 7 gram bo'lgan etilen qator uglevodorodni to'la gidrogenlash uchun 5-6 litr vodorod sarf bo'lsa, shu moddaning nisbiy molekulyar massasi qanchaga teng bo'ladi deyilyapti. Demak, bolalar, etilen qator uglevodorod CnH2n plus vodorodni biriktirgan. Gidrogenlanish deyapti. Demak, alkanni hosil qiladi, to'g'rimi? CnH2n plus 2. 7 grami 5-6 litr hajmda vodorod biriktirgan bo'lsa, 22,4 litr normal sharoitda qancha deb hisoblaydigan bo'lsak, o'zi reaksiya teng bo'ladi. 7 ni 22 ga ko'paytirib 5-6 ga chiqsak, bo'lsak nima bo'lar ekan? 28. Bolalar, bu 5-6 bilan 22 qisqartirsanglar ham bo'laveradi. 1/4 ga. Shunda 7 karra 4 ga to'g'ri keladi. 28. Demak, javobimiz B. Bu alkenni topib beradigan bo'lsak, 14 ga bo'lsanglar 2 kelib chiqadi, u eten bo'ladi. Tushundinglarmi?